165 masala. Xloroplastlarda 5400 ta ADF sarflanadi. 5400 ta ADF degan 5400 ta ATF degani bo'ladi. Demak, xloroplastlarda mitoxondriyaga nisbatan 30 barobar ko'p bo'ladi. 5430 ga bo'lsak 180 ta ATF mitoxondriyada. 1 mol glyukozadan 3-bosqichda mitoxondriyada 36 ta ATF bo'lsa, 180 ta esa 5 mol glyukoza bo'ladi. 5 mol glyukoza mitoxondriyada parchalandi degan 5 mol to'liq degan. 16 ta ATF stoplazma degan jami demoqchi. Uni stoplazmada 2 bo'ladigan bo'lsa, 16 ni 2 ga bo'lsak 8 mol glyukoza. Bu jami glyukozamiz to'liq va chalamiz 8 mol ekan. Shuning 5 mol to'liq bo'ladigan bo'lsa, 8 dan 5 ayirsak 3 mol chala ekan. 165 ta necha mol shu to'liq glyukoza necha foiz to'liq parchalangan? 8 imiz 100% bo'lsa, 5 imiz esa 62,5% to'liq parchalangan. 66 da chalani so'ragan. 8 imiz 100% bo'lsa, 3 molimiz esa 37,5% hisoblanadi. 67 diagramma berilgan 3 ta bosqich haqida ma'lumot berilyapti. Demak, birinchi bosqichda 0, ikkinchi bosqichda ATF da 400 kilojol to'plangan, uchinchisi esa 2880 kilojol ATF da to'plangan. Qo'shsak 3280 kilojol bo'ladi. Bu to'liqda bo'ladi. Bu mitoxondriya deydi. Bu anaerob deydi. O'zi 1 mol glyukoza to'liq parchalanganda chalada 80 kilojol ATF da to'planardi. Mitoxondriyada 1440 kilojol, to'liqda 1520 bo'lardi. Bu yerda masala shartda 3280 kilojol bersa, nazariyada 1520 bo'ladigan bo'lsak, 2,1 mol glyukoza bo'ladi. 2,1, 2,2, 2,3, 2,4 mol glyukoza parchalansa ham 2 mol to'liq deymiz. 2 ni 1520 ga ko'paytirsak 3040 kilojol to'liq uchun o'zi jam 3280 edi. 3280 dan 3040 ta ayirsak 240 kilojol chalada bo'ladi. Chalada ATF da to'plangan energiya. 1 mol glyukoza chala parchalanganda 80 kilojol ATF da to'plansa, bo'lsak 3 mol glyukoza chala parchalangan ekan. 2 ga 3 ni qo'ysak, jam glyukozamiz 5 mol. Demak, glyukozamiz chala parchalangan, ikkita sut kislota hosil bo'lgan, bu parchalanmagan. Demak, 3-bosqichda mitoxondriya bosqich deymiz. Mitoxondriya qancha bo'lsa, to'liq ham shuncha bo'ladi. 2 mol sut kislota parchalanyapti, 6 mol karbonat hosil bo'layapti. Bizda hosil bo'lgan karbonat angidrid deyapti. Karbonat 3-bosqich to'lada hosil bo'ladigan bo'lsa, ya'ni mitoxondriyada 2 mol edi. 1 molda 6 ta karbonat bo'lsa, ikkisida 12 ta karbonat hosil bo'layapti. Birida 2 ta sut kislota bo'lsa, 3 mol chalada 6 ta sut kislota hosil bo'layapti, parchalanmagan. Hosil bo'lgan karbonat bilan parchalanmagan karbonatning farqi deyapti. Nechtaga ko'p deyapti. 12 dan 6 ni ayirsak 6 taga ko'p ekan. 168 da hosil bo'lgan karbonat angidridning parchalangan sut kislotadan farqi deyapti. Parchalangan sut kislota mana mitoxondriyada bo'ladi. 1 molekulada glyukoza parchalansa 2 ta sut kislota parchalanadi, ikkisi esa 4 ta parchalangan sut kislota. Bu parchalanmagan bo'ladi chala parchalanishda. 12 dan 4 ta ayirsak 8 bo'ladi. Farqi 8 ekan. Javob C variant. 169 da necha foiz glyukoza to'liq parchalangan? Jami 5 mol edi, 5 imiz 100% bo'ladi, 2 imiz esa x% 40% bo'ladi. Javob A variant. 170 da necha foiz chala parchalangan? 5 imiz 100% bo'lsa, 3 imiz esa 60% bo'ladi. Javob B variant bo'ladi.